Barselonadan Madridga yetib keldik do'stlar va Real Madrid atrofida bo'layotgan, ayniqsa Kamavinga haqida chiqqan xabarlarni menimcha o'qidingiz. Copa del Rey finalda Kamavinga ishtirok etmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. U o'sha chap sonining mushaklarining paylari umuman uzilib ketgani sababli 3-4 oyga safdan chiqqani va juda ham muhim o'yinlarni o'tkazib yuborishi aytilmoqda. Undan tashqari David Alaba Copa del Rey finalda ishtirok etishi ham so'roq ostida turgani aytilmoqda. Va do'stlar, mana bu kadrlarga yaxshilab e'tibor bering. Kecha Xetafega qarshi zaxiradan o'yinga qo'shilayotgan Jude Bellingham yelkasiga e'tibor bering. Juda ham jiddiy jarohat demagan bo'lardim. Qandaydir o'zingiz ko'rishingiz mumkin, bir necha qavatli bandajni o'rab o'yinga tushmoqda Jude Bellingham va hattoki Rudigerni ham bilasiz, tizzasida muammolar bilan o'ynamoqda. Klassiko oldidan yo'qotishlar jiddiy. Barselonada Lewandowski, Balde o'ynamasa, ya'ni finalda ishtirok eta olmasa, Real Madridda Kamavinga, Alaba va boshqa bir necha himoyadagi futbolchilar bu o'yinlarda ishtirok eta olmaydi.